Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldingi romlarimiz uстановкаларni tugatdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Piyospaya degan joyga o'rnatib berdik. Bu xonadonimizdagi romni uzunligi 20 metr, bo'ylari 270. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan Zolotoy dupidan qo'yib berdik. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda o'rnashtirildi. Bu ishlarimizni mana ustunlari splashnoy holatda, beshak holatda har doimgidek o'raldi. Ishimiz mana choylarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari bir qavat 06 lik kalyonli oyna solingan. Mana har bitta oralig'idan romlardan o'rtadan bittadan ochilishlar bo'lgan. Bu uyimizga mana katta qanotlik balkon profildan 3 dona eshik qo'yib berdik. Hamma yo'g'i xudo xolasa go'zal holatda. Zamonlari ham mana turetskiy o'zining katta zamonlaridan ishlatildi. Sizlarga hozir ishlarda yaqindan ko'rsatib o'taman. Endi qo'ldan kelgancha xudo xolasa syomka qilishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Mana uzunligi 20 metr, bo'ylari 270. Eshiklarni yandan ko'rsatib boraman. Xudo xolasa ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Bu eshikning bozlari aytganimdek mana balkon profil, hamma yo'g'i xudo xolasa go'zal. Ichki joylarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlarni ko'rsataman. Mana bu ichki holat uyimizni. So'ri bor joyini ham moslab, tashqaridan bir xil ko'rinishda moslab berdik. Bu mana xonadonimizning ichki holati. Ruchkalarini ham turetskiy ruchkalardan foydalandik. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal. Romni ochilib yopilishlari ham chiroyli holatda. Ishimiz zazolariga ham juda ham chiroyli keldi mana. O'rnashlari ham, zinalar ham juda ham chiroyli holatda o'rnadi. Ochilib yopilish ligirovkalari xudo xolasa yengil romni ham. Bu joyimizga mana stupenka yo'q ekan. Keyinchalik uy egasi bu yerdan o'rtadan bo'lish niyati bor ekan. Shu hisobiga bu yerga ham o'rtaga eshik qo'yildi. Keyinchalik o'ylandi. Buni ham ligirovkalari go'zal, xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli holatda. Mana keyingi romimizni ochilib yopilishlari xudo xolasa hammasi yengil. Romni petlalarini 3 donadan qo'yilgan mana 1, 2, 3 tadan romga osha-mosh qo'yilgan. Eshiklarimizga 4 tadan qo'yilgan. Eshiklarda ham zamonlari turetskiy original zamonlardan foydalanilgan. Mana DVga original zamok. Mana kalitlari ham xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, kvadratini 660 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Общий narxi 35 million so'mga to'g'ri keldi. Mana xudo xolasa o'zingizlar ishimizga ko'rib baho berasizlar. Bu joyimizga jami balkon profilli eshikdan 3 dona, enlari 1.40 cm dan joylashtirilgan. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Qadrli kuzatuvchilar, bemalol ko'rib o'zingizlar ishimizga baho berasizlar. Kanalda yangilar, kanalga birinchi o'rinda obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda hali yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.